Assalomu alaykum. Ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa endi bugungi darsimizda o'sha asosiy qismga o'tamiz. Mana biz o'tgan darsda kirishda biz tushundik, ya'ni nimalar o'tishimizni, keyin ushbu dars, ushbu kurslar, ya'ni ushbu bepul darslar kimlar uchun mo'ljallanganligini haqida ham gaplashib oldik. Ikkinchi darsda bugun asosan sizlar bilan 4-5 ta sun'iy intellektlarni ko'rib chiqamiz. Bularni hammasi tekinni bemalol ishlatsak bo'ladi. Qaranglar. Har doim film yasaymizmi yoki multfilm yasaymizmi yoki har qanday masalan rolik bo'lishi mumkin, hattoki oddiy bir detalli narsalar uchun ham birinchi o'rinda biz uni skeletini, ya'ni uni ssenariysini, qanday bo'lishini tuzib olishimiz kerak, to'g'rimi? Film bo'lishi mumkin yoki rolik yoki multfilm bo'lishidan qat'iy nazar, agar u ssenariy bo'lmasa, undan natija uncha yaxshi kutilmaydi. Shuning uchun biz har doim ishimizni birinchi o'rinda ssenariydan boshlaymiz. Shuning uchun hozirdan biz 3-4 ta sun'iy intellektlar orqali qanday ssenariylar yozishni, keyin to'g'ri prompt berishni, keyin o'zi prompt o'zi nima, shularni ham bugungi darsimizda gaplashib chiqamiz. Demak, boshladik. Hozir mana hammamiz bilamiz, masalan DeepSeek degan sun'iy intellekt chiqdi. Bu ChatGPTga clone version desak bo'ladi. Ya'ni ChatGPTning pulli versiyasini bu yerda tekinini chiqargan desak, adashmagan bo'lamiz. Bundan ham foydalansak bo'ladi. DeepSeek mana qidirishimiz mumkin, DeepSeek deb. Lekin orada bu busy error service deb qolishi mumkin, ya'ni orada yaxshi ishlamay qolishi mumkin. Keyingisi Gemini. Bu Gemini Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu ham vaqtida yaxshigina natijalar olsak bo'ladi. Shunga bundan ham foydalanamiz. Keyingisi Grok. Bu Grok Elon Musk tomonidan chiqarilgan sun'iy intellekt bo'lib, bu ham tekin. Grok qolganlardan ancha kuchli, ChatGPT, DeepSeek, Geminidan ham ancha kuchliroq. Shunga bu sun'iy intellektdan ko'proq foydalanamiz. Lekin orada limit bo'lib qolishi mumkin. Qanchadir miqdorda yozganimizdan keyin orada kutib tur deydi, masalan 3 soat kutib tur deydi, 4 soat kutib tur deydi. Chunki biz tekinni ishlatamiz. Bizga pullingiz kerak emas. Bizga tekinning o'zida zo'r natija olishimiz mumkin. Agar mabodo limit bo'lib qolsa, biz yoki Geminida ishlab turamiz yoki DeepSeek yoki ChatGPT. Lekin birinchi o'rinda eng ko'p ishlatadigan dunyo bo'yicha shu ChatGPT hisoblanadi. Shunga biz ham ChatGPTdan to'g'ri foydalanishni, ya'ni oramizda to'g'ri ko'pchilik ChatGPTdan foydalanadi, lekin undan yana maksimal darajada foyda olib foydalanmaydi. Demak, bugun shularni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizni hozirgi darslarimiz asosan roliklar yasash, filmlar yasash, video generatsiya, rasm generatsiya, ya'ni media sohasiga bog'liq. Bizniki yoki ilmiy soha yoki bir kitob tahriri yoki bir kitob yozish emas. Bizniki maqsadimiz media soha. Media sohasida sun'iy intellekt bilan ancha rivojlanish, ya'ni ushbu sun'iy intellektni o'zimizda sohamizda qo'llash va undan maksimum darajada ko'proq foydalanishni o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda ChatGPTni ko'rib chiqamiz. Buni hammasini tushuntirmayman, chunki oramizda ko'pchilik ChatGPTni biladi. Agar bilmaganlar bo'lsa, qidirishlaringiz mumkin ChatGPT deb. Buni pulli versiyasini sotib olish shart emas, tekin versiyasi juda zo'r. O'zi ChatGPTda turadi. Mana bu yerda Ask Anything degan bor. Keyin bu yerda fayl yuklasak bo'ladi, keyin search qidirsak bo'ladi. Reason bu sabablab beradi. Masalan, bu o'zini fikri bo'yicha sizga to'g'ri yoki noto'g'riligini o'ylab sizga javob beradi. Buni ham biz vaqti kelganda foydalanamiz, lekin biz ssenariy yozayotganimizda unga yoki prompt berayotganda bizga reason yoki search kerak emas. Search bizga qachon kerak? Biz biror bir ma'lumotni uni aniqligini bilmoqchi bo'lganimizda bizga search kerak. Reason esa boya aytib o'tganimdek, agar uni aniq ma'lumotni biz qaror qabul qilish kerak bo'ladi. O'shanda biz reason bosamiz. Demak, hozir ikkalasi ham shart emas. Kelinglar, o'zi prompt degani o'zi nima? Mana yozishimiz mumkin. Prompt o'zi nima? Qaranglar, mana uje ma'lumot beryapti. Bu AI modeliga topshiriq yoki yo'nalish berish uchun ishlatiladigan matn yoki buyruq. Mana masalan, oddiy prompt bir dona mushuk rasmini chizib ber. Murakkabi esa o'rmon ichida yengil tuman bilan qoplangan sirli muhitda turgan qora mushukning rasmi. Endi qaranglar, prompt degani bu buyruq berish. Ya'ni biz sun'iy intellektga buyruq bersak, bu prompt bo'ladi. Qaranglar, hozir mana oddiy misolda bir dona mushuk rasmini chizib ber deyapti. Yoki biz hozir yozdik, mana prompt o'zi nima?
Bu savol borda, agar biz undan buyruq so'rasak, menga ssenariy yozib ber yoki menga mana shu detalli joylarni aniqlab ber desak, bu prompt bo'ladi. Mana murakkab promptni ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ko'proq ma'lumot bilan aniq ma'lumot so'rash maqsadida foydalansa, bu murakkab prompt bo'ladi. Shunga prompt bizga eng muhim narsalardan. Biz rasm generatsiya qilishimiz uchun prompt kerak, video generatsiya qilishimiz uchun prompt kerak, qo'shiqlarni sun'iy intellektda ixtiro qilish uchun ham bizga prompt kerak bo'ladi. Shuning uchun bizga to'g'ri foydalanish juda muhim. Demak, bu yerda bosamiz, new chatni bosamizda endi qaranglar. Menga qisqa ssenariy yozib ber. Unda asosan o'rmonda ikki do'st yashaydi deymiz. Endi qaranglar, hozir mana bu yerda menga qisqa ssenariy yozib ber, unda asosan o'rmonda ikki do'st yashaydi deymizda. Hozir bu bizga birinchi o'zbek tilida yozib beradi, lekin shuni inobatga olish kerak. Biz rasm generatsiya yoki video generatsiya qilganimizda asosan ingliz tilida yozishimiz kerak. Buni zo'r tomoni oxiriga ingliz tilida yozib ber desalaringiz, bu ingliz tilida yozib beradi. Bizga hozir birinchi o'rinda o'zbek tilida yozishimiz kerak. Shuning uchun hozir o'zbek tilida buyruq beramiz. Mana boshladi. Qaranglar, sarlavha o'rmon do'stlari. Tulki, chiyal, sho'x va ayyor. Mana birinchi qismlar boshladim. O'rmon ichida baland daraxt shoxida boyqush oqyor sokin tunni kuzatib o'tirar. Pastda esa tulki, chiyal o'ynab yuradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bizga yozib berdi. Biz ssenariylarni shu yerdan yozib olamiz. Endi qaranglar, bu hozir bizga tasvirlab beradi. Endi biz shunaqa vaziyat bo'ladi. To'g'ri, buni biz ma'nosini o'zimiz uchun tushunib olamiz, lekin uni gapiradigan gaplar biz uni gapirtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt orqali uni ham gapirtiramiz. Shuning uchun bizga endi yozamiz. Endi faqat narrator gaplari bo'lsin deymiz. Narrator degani bu uchinchi shaxs, ya'ni hikoyani aytib turadigan odam. Mana boshladi, qaranglar. Bu hikoyani aytib turadigan odam, mana gap tungi o'rmon jimjit, faqat yaproqlar shiltirab yovvoyi hayotning yashirin tovushlari eshitiladi. Daraxt shoxida dono boyqush oqyor hushyorlik bilan atrofni kuzatmoqda. Pastda esa shox tulki chiyal sakrab o'ynamoqda. Ko'rdinglarmi? Agar birinchi o'rinda biz buni tushunib oldik, ya'ni ssenariyimiz nima haqida. Agar yoqmasa boshqa deb o'zgartirishimiz mumkin. Keyin undan so'ng endi faqat narrator gaplari dedik, o'sha audioda. Uni biz nagovor qilib o'qitsak bo'ladi. Hozir o'zbek tilida agar video qilsangiz, o'zbek tilida yoki o'zingiz o'qisangiz bo'ladi, yoki tanishingizga yaxshiroq o'qiydigan odamga o'qitib, ushbu tekstdan foydalansa bo'ladi. Demak, ssenariyga tekst shunday yoziladi. Endi qaranglar. Biz agar buni ingliz tilida qilmoqchi bo'lsak, agar kontentlarimizda asosan yevropaliklar ko'rishi uchun agar qilmoqchi bo'lsak, biz ingliz tilida yozib ber deymiz. Men ingliz tilida juda zo'r yozib beraman. The forest was silent at night, only the soft rustling of leaves and distant sound of idle filled the air. Men ko'rdinglarmi, o'sha ingliz tilida yozib berdi. Bu nafaqat ingliz tili, o'zbek tili, balki butun dunyoni tili bo'yicha yozdirsak bo'ladi. Hatto lotincha, kirilcha desangiz ham aniq qilib yozib beradi. Demak, ssenariylar shunaqa yoziladi. Biz hozir bu oddiyroq ssenariy bo'ldi. Buni siz o'zingiz praktikada qancha ko'proq qo'llasangiz, shuncha ko'proq, ya'ni tushunishni boshlaysiz. Endi qarang, boshqacha yozamiz. Endi menga 10 daqiqalik video uchun ssenariy yozib ber. 10 daqiqalik multik uchun deymiz. 10 daqiqalik multik uchun ssenariy yozib ber. O'rmon do'stlari, yo'qolgan izzat. Men kirish birinchi daqiqani o'zi men tushuntiribdi. O'rmon ichida katta daraxt shoxida dono boyqush oqyor uxlamay tunchiqar manzarani kuzatmoqda. Pastda esa sho'x tulki chiyal yashil maysalar ustida sakrab burgutdek qanot yozayotganini tasavvur qilib yuradi. Birdan uzoqdan baqiriq ovoz eshitiladi. Oqyor hushyor bo'lib quloq tutadi. Chiyal esa hayrat bilan atrofga qaraydi.
Qaranglar, mana bizga narratorning gapini yozib berdi, ya'ni hikoyachini. Chunki biz bundan oldingi promptimizda, buyrug'imizda bizga yozib ber deganda buni xotirasi bo'ladi-da, xotirasi bo'lganligi uchun ham eslab qoldi. Eslaganligi uchun bizga aniq qilib, masalan, o'sha hikoyachining gaplarini yozib berdi. Hattoki orada dialoglarni ham yozgan mana Chiyal. Endi sen qo'rqoq emas, Izzat, sen haqiqiy jasoratli ayiqchasan. Mana ko'rdinglar? Bundan biz ssenariy yozishda juda keng foydalansak bo'ladi. Nafaqat ssenariy, balki kitoblarimiz uchun muayyan sahifalarni, maqolalar chiqarsak bo'ladi, даже ilmiy ishlar qilsak ham bo'ladi. Shuning uchun ChatGPTdan foydalaninglar yoki Grokdan yoki Gemini yoki DeepSeek. Mana shu to'rtalasi hozirgi kunda eng mashhuri. Hozir eng trendda bo'lgan ChatGPT, eng kuchlisi Grok, Gemini ham ancha kuchli, DeepSeek ham ancha kuchli. Tanlov o'zingizda. O'zim ko'proq Grok bilan ChatGPT foydalanaman, shunga sizlarga ham tavsiya beraman. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.